Mana darsni ham tugatib oldim. Soat 11 ga yaqin bo'lyapti. Yomg'irli tunda bir o'zim ketyapman. No yaxshi bo'ldi. Bitta qiyinchiliklari bor, nemis tilining grammatikasi sal qiyinroq ekan. Shu joyni hisobga olmasak, ataga yaxshi. Yana nimalar bo'ldi? Bir ikkita harflarni aytilishi boshqacha ekan, bir ikkita harflar bor ekan, onasi nemislar, qaranglar. Uni nima deydi? Aytmasangiz ham bo'lar ekan. Harf bor, lekin uni ishlatmaysiz. Shunaqa joylari ham bor ekan. Or degan narsalar bor ekan. Bizda C harfi bor, o'sha narsani Z deb o'qirgan, ayrim hollarda Sh deb o'qirgan. Shunaqa holatlari bor ekan. Mana birinchi kun normal o'tdi. Grammatikani o'tdim. Birinchi dars alifbo bo'ldi, undan keyin grammatika o'tildi. Germaniyagacha bo'lgan yo'limning birinchi kuni. Bu yoqqa dalish harakat qilaveramiz. Nasib bo'lsa o'xshaydi. Shuncha odam qilyapti-yu, ne biz qila olmaymizmi? Imkoniyatlar bo'lsa, sharoitlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha harakat qilsak, hamma narsa o'xshaydi. Sog' bo'linglar. Kommentariyada biron xil motivatsion so'z yozaveringlar, u yoqqa dalishni davom ettirishim uchun. Endi bu yerda motivatsiya degan so'z o'zi xatoyu, disiplina degan narsa birinchi o'rinda turibdi-yu. Endi sizlar ham aktiv ko'rsatsanglar, menga shuncha odam ishonyapti-yu, men harakat qilishim kerak degan fikr bo'ladi-da menda ham. Shuning uchun bosaverasizlar.